Tekin GTA 5 hakerlarning tuzog'i ekanligi haqida bilasizlarmi? Hakerlar u yerni buzib kirdi, falon pul o'g'irlashdi xabarlarini ko'p eshitamiz. Xo'sh, kim o'zi bu hakerlar va qanday qilib ma'lumotlarni yoki pullarni o'g'irlashadi? Ayni vaqtda qo'limda 1 milliardga yaqin login va parollar mavjud. Sizlarning login parolingiz ham aynan shu yerda bo'lishi mumkin. Kichik izlanish orqali bir qancha bank, OLX, Instagram, iCloud va shunga o'xshash boshqa muhim login va parollarni topdim. Kompyuteringizga o'rnatilgan piratskiy dasturlar, masalan Photoshop yoki bo'lmasa GTA 5 qanaqa qilib va nima uchun bepul? Endi tushunayotgandiksiz, nima uchun crack dasturlarni o'rnatish oldidan antivirusni o'chirish kerakligini. Chunki hakerlar sizni ochiq o'ljaga aylantirish kerak. Shunaqa qilib tizimga o'rnatilgan viruslar ishlashga zarar qilmasdan shunchaki ma'lumotlarni so'rib yotishi mumkin. Va hakerlarning qo'lida ma'lumot to'planib qolgandan keyin ularni qayta ishlash uchun, ya'ni firibgarlarga va yoki qora bozorda sotishadi. Tushunyapsizmi? Ya'ni siz buzib kirilganingizni bilmasdan buzib kirilgan bo'lishingiz mumkin. Ma'lumotlarni o'g'irlatmaslik uchun antivirus o'rnatishingiz va doim yangilab turishingiz foyda beradi. Lekin 100% lik xavfsizlikni ta'minlamaydi. To'liq xavfsizlik uchun esa meni kuzatib borishingiz shart. Va men sizlarni haker qilaman. Keyingi videoda esa haqiqiy hayotda veb saytlar qanday buziladi shuni ko'rsataman.